Egilishicha Xitoy doiralarining keskin Xitoy virusi nol siyosat hamili ichida 5 dan ortiq Tibetlik o'zini o'ltirib olgan. Xitoy hukumatı Tibet xalqiga qo'rqoq selib, kimki bu ahvolga munosabatli uchurlarni o'rtoqlashsa, xalqni o'rtaq jazolaydiganlik to'g'risida tahdid solgan ekan. Shuning bilan bir vaqtda surgundagi Tibetlarning ma'naviy doisi Dalay Lama Tibet xalqini jasoratli bo'lishga chaqirib, haqiqat hamon g'alaba qiladi deb madad bergan. Markaziy Tibet hukumatı yaqinda bayonot e'lon qilib, faqat Dalay Lamaning qayta tug'ilgan varisi qaror berish huquqi borligini o'ttirib qo'ygan. Undan boshqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 51-qitimliq yig'inida Tibet vakillari Uyg'ur va Tibetlarni qattiq kontrol qilish uchun Xitoyning inson qalbidan chiqqan yuqumning oldini olish siyosatini yo'l qo'yganligiga guvohlik berdi. Hamda Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetlik kishilik huquqni ig'ir dafsanda qildi deb aybladi. 11-oktyabr kuni Xitoy Kommunistik partiyasi Organ gazeti va hukumatning qoni bo'lgan Xalq gazetining 2-betida qayta maqola e'lon qilib, harakatchan tozalash harakatining sijilligi va cho'qim amal qilinishi kerakligini ta'kidlagan. Bu nurg'un kishilarning Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultaydan keyin Xitoyning yuqumning oldini olish siyosati o'tirhol bo'shatilishi mumkin degan xam xayoli butunlay barbod bo'ldi deb qaralmoqda. Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultayi 16-oktyabr kuni Bejingda o'tkazildi. Yig'in harfisida Xitoy Kompartiyasi 20-navbatlik mamlakatlik qurultayi axborot markazi 15-oktyabr kuni Xalq saroyida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilganligini e'lon qildi. Egilishicha, yig'inda Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultayi bayonotchisi yig'inning tayyorlik va kun tartibini tonishtirib, Xitoy va chet el taratqullari ko'ngil bo'ldigan savollarga javob berdi ekan. 16-oktyabrda Bejingda o'tkazilgan Xitoy Kompartiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultayining vaqti odatdagi o'xshash bir hafta bo'lib, oxirlashib 2 kundan keyin 20-navbatlik markaziy komitetining 1-umumiy yig'ini ochildi ekan. Shi Jinping yig'in jarayonida Xitoy Kompartiyasining 19 markaziy komitetiga vakolatdan xizmat doklati berdi ekan. Ondan bilet tashlash huquqi bor bo'lgan Xitoy Kompartiyasi markaziy komitetining 200 ga yaqin a'zosini va taxminan 170 kandidat a'zosini saylab chiqib, Xitoy partiya asosiy qonuniga tuzatish kirgizish qatorliqlarini bekitdi ekan. Oxirida o'tkazilgan Xitoy Kommunistik partiyasi 20-navbatlik markaziy komitetining 1-umumiy yig'inida yangi bir qaror yuqori darajalik rahbarlik guruhi, markaziy komiteti, siyosiy idorasining a'zosi va siyosiy doimiy komiteti a'zosi saylandi ekan. 11-oktyabr kuni Angliyaning yuqori darajalik amaldorlari Xitoyning yangi texnikalarini ishlatib, fuqarolarni nazorat qilish texnikasini taraqqiy qildirib, amallashtirganligini hamda buning yer shari bexatarligiga ziyon selayotganligidan ogohlantirgan. Angliya yuqori darajalik axborot va bexatarlik organi Angliya hukumat aloqa markazining mudiri mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy rahbarlik qatlamidagilarning o'z fuqarolaridan so'z erkinligi, erkin savdo, ichitilgan texnikalik o'lchamlar va ittifoqdoshlaridan, shundaqla butkul ochiq demokratik tartib va qoidalarni asos qilgan xalqaro sistemadan ansirab noposini kontrol qilayotganligini, bu xil ansirash qo'rqinchining Xitoy erishgan kuch bilan birlashtirilib, hammaylanga g'oyat zo'r tahdid elib keladigan harakat qo'llanishini talab qilmoqda ekan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy rahbarlari raqamlik pul va bido sun'iy hamroh yo'l boshlash to'ri qatorliq texnikalarni ishlatib, boshqa davlatlarning olam bo'shlig'iga ulanishini to'sish bilan billab fuqarolarga bo'lgan kontrollikni oshirib, xalqning barliq chiqimlari va savdo aloqasini nazorat qilishga, shundaqla Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilgandan buyon duch kelgan g'arbdan kelgan jazodan qechish mumkinchiligi bor ekan. Elektronlik tamaki yoshlarga ig'ir salomatlik xavfi elib kelmoqda. Amerika hukumatining tadqiqotida ko'rsatilishicha, Amerikada yosh o'smirlarning elektronlik tamaki chekishi kishini cho'chitadigan darajaga yetgan ekan. Amerika yemaklik va dori boshqarish idorasi 2016-yildan boshlab yosh o'smirlarni nikotin tarkibidagi elektronlik tamakini chekishdan to'sgan, ammo unumi bo'lmagan ekan. Tamaki chekmaydigan bolalar tashviqotchilari hozir bozordagi nurg'un elektronlik tamaki tarkibida zo'r miqdorda nikotin borligini, ba'zi bir elektronlik tamakilar nikotin miqdori 20 tal tamaki bilan barobar ekanligini, puroqliq elektronlik tamaki bozorini tashlashning lozimligini ta'kidlagan. Tarkibida nikotin bor elektronlik tamakini chekuvchilar xumor bo'lib qolmay yosh o'smirlarning taraqqiy qilayotgan mingsiga bevosita ta'sir ko'rsatib, bularning diqqat qilish va esda tutish qobiliyatini ojizlashtirdi ekan. Bozorda moda bo'layotgan elektronlik tamakining o'xshamagan ta'mlari bo'lg'achqa, barg'ansir ko'plagan yosh o'smirlar sinab beqishga qiziqmoqda ekan. Amerika kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazining tekshirish natijasiga qaraganda 85% ga yaqin elektronlik tamaki ishlatadigan yosh o'smirlar ta'mlik elektronlik tamakini chekidi ekan.